نېمە ئۈچۈن پىكىر يۈرگۈزگەندە كاللىمىزدىكى ئۆزىمىز بىلەن پاراڭلىشىمىز؟ Real turmuşda daim nurgun acayip işlarni bayqaymiz. Мәсәлән, biz yezikçilik qilganda yoki fikr yurgizganda kallimizda bir ovoz mavjud bo'ladi. Bu ovoz izchil aks sado paydo qilib turdi. Biz bu ovozning o'zimizdan kelganligini nihoyat aniq bilamiz. Ammo bu ovozning zoti qayerdan chiqqanligini bilmaymiz. Bu izchil turda kishilarni gangirtib kelgan masala. Olimlarmi bu haqda qitirqinib tadqiq qilish orqali oxir bu savolga javob topib chiqdi. Amaliyotda odamning cho'ng miyasi intayin sirliq bo'lib, cho'ng miy bo'lganligi uchun insonlar ondan ong va tafakkurga ega bo'ladi. Bizning odatdagi har qanday harakatimiz cho'ng miyning turtkisi bilan vujudga keladi. Aynishdan ilgari dunyodagi aql bo'linmasi eng yuqori odam deb ta'riflangan. U vafot bo'lgandan keyin bir doktor uning cho'ng miyasini tadqiq qilish uchun uning cho'ng miyasini bevosita o'g'irlab ketgan. Lekin bu uzun mezgillik tadqiqotda bu doktor buning ichidagi sirni bayqamagan. Aksicha bu ish sababidan o'zini sarang qilib qo'yg'il tasli qolgan. Odam cho'ng miyasining nurg'un alayliklari bor. Aldı bilan har bir odamning cho'ng miyasining tuzilishi butunlay o'xshamaydi. Cho'ng miya hayotlikning muhim tarkibiy qismi. Agar insonlarning cho'ng miyasi bo'lmasa, odatdagi hayvonlardanmi hech qanday farqi bo'lmaydi. Dal cho'ng miya bo'lg'achqila biz odamning xarakteri va harakatini farqlantira olamiz. U xuddi insonlarning ro'yiga o'xshash bizning tilimiz, badan inkosimiz, o'rganishimiz qatorliqlarni izchil kontrol qilib kelgan bo'lib, intayin kuchlik farqlantirish iqtidoriga ega. Olimlar cho'ng miyaning bu bo'laklarining iqtidorini beroka rayoni deb atagan. U asosliqi insonlarning so'z qilish markazini boshqardi. Masalan, biz bir ish ustida o'ylanganda kekirtak ovoz chiqarishdan burun cho'ng miyamizning ovozi bo'ladi. Buningda faqat kekirtikimiz ovoz chiqarmaydi xolos. Masalan, qo'limizga yengni sanchilib ketsa, ko'zimiz bu yengnini ko'rmagan taqdirdami, biz og'riqni his qilib, darhol inkos qaydirib, zodi qaysi o'rinning yaralanganligini bilalaymiz. Masalalar ustida o'ylanganda yoki ichimizda o'qiganda cho'ng miya o'zimizning bu ishni qilayotganligimizni his qiladi. Shunga ovoz chiqarishning asla hojati yo'q. Cho'ng miya tabiiy holda ovozni ichida o'qiydi. Bularning hammasining manbasi insonlarning cho'ng miyasi. İnsanlarning cho'ng miyasi nima uchun muhim? Chunki u insonlarning harakati va o'rganish iqtidorini egallab, yadroliq rol o'ynaydi. Shunga biz har qanday vaqtda cho'ng miyamizni asrashimiz, miyamizni doim ishiltib turishimiz kerak. Cho'ng miya xuddi mashinaga o'xshashdir. Agar uzun vaqt ishiltilmasa, u datlashib ketadi. Vaqt uzargan sari odam odatdan tashqari dötlishib ketadi. Shunga biz ko'proq kalla ishiltib, cho'ng miyaning rolidan foydalanib, texnik ko'p ishlar ustida izlanishimiz kerak. Ilm-fan ustida izlanishning cheki bo'lmaydi. Ilm-fan bo'lgandila ondan real turmushdagi ba'zi sirli hodislarni tushuntirgili bo'ladi. Buningdan boshqa bu xil sirli hodislardan boshqa yana nurg'un masalalar bizning izlanishimizni kutib turdi. Bularning hammasi cho'nqur o'ylanishga tegishlik amaliyotlik masala. Tərcümədə oğlan.